Assalomu alaykum. Hurmatli brifing ishtirokchilari, bugungi brifingimizda 2026-yil yashin iqtisodiyotni qisqartirish hamda byudjetga qo'shimcha daromadlar jalb qilish yuzasidan ma'lumot berib o'tamiz. 2026-yil 27-yanvar kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida asosiy e'tibor aksiz solig'i va realizatsiya hajmini yashirish holatlariga qarshi kurashish, shuningdek elektron to'lovlarni kengaytirishga qaratilgan va yashin iqtisodiyotni qisqartirish, buxgalteriyada ikki xil hisobot yuritishga chek qo'yish va soliq bazasini kengaytirish vazifasi qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi raisining tegishli buyrug'i bilan hududiy soliq boshqarmalarida iqtisodiy tahlil va yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'limlari tashkil etildi. Ushbu bo'limlarni tashkil etishdan asosiy maqsad hududlarda yashin iqtisodiyotni qisqartirish va byudjet daromadlariga qo'shimcha manba aniqlash etib belgilandi. Viloyatimizning statistika ma'lumotlariga asosan 2025-yilda yalpi ichki mahsuloti 23 trillion 920 milliard so'mni tashkil qildi va 2024-yilga nisbatan 807% ga o'sdi. Hamda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yalpi ichki mahsulotning shakllantirishda Sirdaryo viloyatining qo'shgan hissasi 1.9% ga yetdi. Xususan, yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshgan bo'lsa-da, yashin iqtisodiyot 11 trillion 873 milliard so'mni jami yillik yalpi ichki mahsulotlarning 33.2% ni tashkil qilmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar sohalar kesimida oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi sohasida 5 trillion 390 milliard so'm, xizmatlar sohasida 4 trillion 497 milliard so'm, sanoat sohasida 1 trillion 279 milliard so'm, qurilish sohasida 709 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Yashin iqtisodiyotni qisqartirish borasida boshqarma va boshqa mas'ul idoralar bilan hamkorlikda kompleks tahlillar hamda bevosita mahalla darajasida tushgan holda o'tkazilgan xatlovlar byudjetga qo'shimcha manbalar hisobida 34 ta yo'nalishdan 735 milliard so'm jalb qilishi imkoni mavjudligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar sohalar kesimida oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi sohasida 262.8 milliard so'm, xizmatlar sohasida 423.3 milliard so'm, sanoat sohasida 27.3 milliard so'm, qurilish sohasida 14.8 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Dastlabki tahlillarga asosan Sirdaryo viloyatida 5111 ta holatda 294.4 milliard so'm qo'shimcha manbalar aniqlandi. Jumladan sohalar kesimida qishloq xo'jaligi sohasida 4111 ta holatda 179.2 milliard so'm, qurilish sohasida 252 ta holatda 58.2 milliard so'm, savdo sohasida 601 ta holatda 42.7 milliard so'm, transport sohasida 140 ta holatda 14.3 milliard so'm. Hozirda ushbu korxonalarning barchasiga xabarnomalar yuborilgan bo'lib, 22.9 milliard so'm qayta hisobotlar olinib, 15.7 milliard so'm undirildi. Bundan tashqari, boshqarma xodimlari tomonidan yashin iqtisodiyot ulushi yuqori bo'lgan sohalar tanlov asosida o'rganilganda 173 ta holatda 16.9 milliard so'm qo'shimcha manbalar aniqlandi. Jumladan, tibbiyot sohasida 111 ta holatda 5.5 milliard so'm, to'yxona faoliyati sohasida 7 ta holatda 5.2 milliard so'm, umumiy ovqatlanish sohasida 47 ta holatda 3.7 milliard, mehmonxona xizmati sohasida 6 ta holatda 2.1 milliard so'm, bozorlar va savdo komplekslarida 2 ta holatda 600 million so'm. Ushbu korxonalarning barchasiga boshqarma boshlig'i va mas'ul xodimlar tomonidan profilaktik suhbatlar olib borildi. Yashin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha 34 ta yo'nalishda tasdiqlangan 735.1 milliard so'mlik yo'l xaritasi belgilangan vazifalar bo'yicha 2026-yil 25 fevral holatiga 117.1 milliard so'mga qayta hisobotlar olinib, 64.8 milliard so'm undirildi. Hurmatli tadbirkorlar va jismoniy hamda yuridik shaxslar, yashin iqtisodiyotga yo'l qo'ymaslik maqsadida birinchi navbatda ish haqlarini haqiqiy holati bo'yicha soliq hisobotlarida aks ettirish, norasmiy ishchilarni, fuqarolarni qonuniy rasmiylashtirishga
realizatsiyani soliq hisobotlarida to'liq va to'g'ri ko'rsatishlaringiz talab etiladi. Shuning bilan bugungi brifingimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi brifinglarda ko'rishguncha xayr.